Yo bolalar, sizlarga hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Inomjon bugungi videoda biz do'stlar Minecraftda 100 kun yashab qolamiz. Lekin menga 20 ta obunachi yetishmayapti. Ha mayli, 15 ta obunachi yetishmayapti. Kanalimda esa 12 ta obunachi bor. Ukamning kanalida bitta nimagadir ukamning kanali rivojlanmayapti cho'tta. Nimagadir ukamning kanali rivojlanmayapti. Qanaqadir gaplari bor bo'lsa kommentariyaga yozib qoldiringlar. Ukamning kanalini rivojlanmayapti. Yaqindaginami video chiqardik menimcha. Ukam oldin o'tirib to'g'rimiki? Yaqinda video chiqaradi. Tezroq obuna bo'linglar. Unda men sizlarda xafa bo'lib qolaman. Xafa bo'lib qolarkan. Do'stlar, shu ukam sizlardan xafa bo'lmasligi uchun sizlar obuna bo'linglar kanalga. Ukamniki ham obuna bo'linglar. Ukamniki Darkwiz 2019 6. Nimaga ukamning 2019 emas? Prosta 2019 qo'ygisi kelgan, shuning uchun 2009 oldi qilib qo'ygan. Nimaga 6 qilib qo'ygan, 2009 qilib qo'ygan? Bilmasam. Men nomimda ha deb almashtira olmang aka deganlar savoliga voyda tushib ketdim. Deganlar savoliga men nima desam bo'ladi? Короче, mashrab cho'kib o'lganimizdan keyin gapirishni boshlayman. Bo'ldi. Obuna bo'lib qo'yinglar. Agar meni kanalimda 15 ukamning kanalida 5 ta obunachi bo'lsa, mana shu videodan keyin ukamning kanalini aytaman. Darkwiz 2019 6. Mening kanalimni ko'rganlar biladi, mening haqiqiy obunachilarim biladi, to'g'rimi? Haqiqiy obunachilarim biladi. Ukamning kanalida 5 ta obunachi va mening kanalim 15 ta obunachi bo'lsa, bo'ldi. Keyin mana shu anaqa video 10 ta like yig'sa, men shu videoni olaman. Minecraftda 100 kun yashab qolishni olaman. Agar kech chiqsa, nima kech chiqaryapti deb o'ylaganlar savoliga maktab bo'lish mumkin. Maktabda hammadan kech qaytyapman. O'rtoqlarim bilan ham ozgina ko'chada yuryapman. Chaqiryapti, keyin ko'chaga chiqib ham turibman ozgina. Yani unaqa 20 yoshli, 30 yoshli bola deb o'ylamanglar. Yoshim gapirishimni qaranglar. Shunchalik anaqaga o'xshaymanmi? Qariga o'xshaymanmi gapirishimda? To'g'ri, sal 20 yoshlarga o'xsharman, lekin unchalik emasman-da. 20 yosh emasman-da. Kommentariyaga necha yoshligimni yozib beringlar, lekin katta bo'lamanmi? 16 yoshda o'tganman. 16 yoshdan o'tganlar ko'pincha necha yosh bo'ladi? 20 yoshga borib, 19 yoshga boribman. 16 yoshdan kattaman. 17 yosh yoki 18 yosh. Qaysi biri bolalar? Ukamning yoshi esa 16 dan past, 14 dan katta. Qaysi biri? Aytib qo'yinglar, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Yozmaganlar cho'chqa. Yo'q, men obunachilarim cho'chqa dema, o'zingning obunachilaring cho'chqa deysan. Uka, kallangni yorib qo'yaman hozir. Nima? Mani ukam ko'ryapman, eshitdinglar? Ha-u. Ur bo'ldim, video bolalar tugadi. To'xtab turinglar, obunachilar bitta qora go'sht kelyapti oldimizga. Ukamning gapini eshitdinglarmi? Baqiryapti. Mu baqiryapti. Video tugadi.